Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa və Dünya Uyghur Qurultayı Dini İşlər Komitetinin rəisi Turg'unjon Aloviddin Sharqi Turkiston Madaniyat və Uchur Markazini ziyorat qildi. Sharqi Turkiston Madaniyat və Uchur Markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqashapandi hay'atni kutib oldi və Dünya Uyghur Qurultayining yaqinqi ijobiy və mo'l natijalari uchun rahmat etdi. Abdujalil Qarqashapandi Dünya Uyghur Qurultayı vakillari o'miki bilan nihoyat mo'l mazmunli suhbatlashganligini, Sharqi Turkiston da'vosi va xalqaro masalalar to'g'risida fikr almashtirganligini va Dolqun Aysoning uningga Germaniya va Yevropada qatnashgan yig'in va boshqa faoliyatlar haqida ma'lumot berganligini aytdi. Hay'atning yana kelgusidagi hamkorlik masalalarini muzokara qilganligini bildirdi. Egilenince Sharqi Turkistondagi bir ko'mirkonni suv besishi natijasida 21 ishchi qapsilib qolgan. Doirlar Sharqi Turkiston rayonining Qutubiy rayonidagi bir ko'mirkonning suv ostida qolganligini e'lon qildi. Kondagi 29 ishchining 8 nafarining qutqizib olinganligi, 21 kishining qapsilib qolganligi e'lon qilingan bo'lib, voqeaga qarata tekshirish olib berayotganligi, izlash va qutqizish xizmatining davomlashganligi ko'rsatilgan. Xitoy Davlatlik kon bexatarlik idorasi 19 yanvar e'lon qilgan bayonotida Xitoyning 32 konni atrofli tekshirib, hodisaning oldin olish qaror qilinganligini bildirgan edi. Xitoyda ishlab chiqarilgan Wuhan virus vaksinasining ta'siri haqida yangi bayonot e'lon qilindi. Xitoy kasalliklarni kontrol qilish markazining mudiri Gaufu Xitoy vaksinalarining yuqori qo'g'dash unumi yo'qligini, o'xshamagan vaksinani aralashtirishning unumi oshirishdagi yaxshi usul deb qaralganligini aytdi. Chengdu shahrida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan Gaufu mRNA'ni asos qilgan vaksinaning tekshirilganligini bayon qilib mundaq dedi. Immunitet jarayoni uchun o'xshamagan texnikalardagi o'xshamagan vaksinalarni ishlatmasligimiz rasmiy tekshirildi. Bu Xitoy doiralarining tunji qitim oshkor holda o'z davlatida ishlab chiqarilgan vaksinaning qo'g'dash nisbatining tuvan ekanligi oshkorlashgan. Yana bir tarafdan Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Beijingni haqiqiy uchurlarni o'rtoqlashmaslik bilan ayblab, Xitoyning Wuhan virus yuqumining dastlabki bosqichida zarur ishlarni qilmaganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning Xitoyning Tayvanga qaratgan tajovuzchilik maydonidan andisha qilayotganligini aytdi. Blinken G'arbiy Tinch okeanidagi vaziyatni zo'r kuch bilan o'zgartirishga urinishining ig'ir xatolik bo'ladiganligini ogohlantirdi. Blinken bu so'zni NBC televiziyasining ziyoratini qabul qilganda aytdi. Amerika tashqi ishlar ministri mundaq dedi: "Bizni andishaga soladığını Beijingning Tayvanga qaratgan tajovuzchilik pozitsiyasi va bo'g'izidagi jiddiylikning kuchayishi." Blinken Amerikaning Tayvanning o'zini qo'g'dashga kafolatlik qilish va G'arbiy Tinch okeanining tinchligi va bexatarligini qo'g'dash uchun kelishimga asosan va'da berganligini eslab o'tdi. Juma kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi yangi belgilama chiqarib, Amerika amaldorlarining Tayvan amaldorlari bilan texmo erkin ko'risha oladiganligini bayon qildi. Blinken yana agar Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzchilik yoki beparvolik qilsa, buning badal uchun badal to'laydiganligini va og'ir oqibat keltirib chiqaradiganligini aytdi. Qirg'iziston xalqi yerlik saylan va hokimiyat tuzumida uzul-kesil o'zgarishni ko'zda tutgan yangi asosiy qonun loyihasiga bilet tashildi. Dastlabki saylan natijasiga qaraganda, umumiy xalq orasida ovozga qo'yish 79,1% ovoz bilan ma'qullangan. Taxminan 6,5 million nufusi bor bu davlatda tizimga oldirgan 3 million 600 ming saylovchining 1 million 25 mingga yaqin bilet tashlagan bo'lib, qatnashish nisbati 30% bo'lgan. Dastlabki bilet sanash natijasiga qaraganda prezidentlik sistemasiga o'tkazishni ko'zda tutgan asosiy qonunga tuzatish kirgizish taklifi 50% dan ko'p ovozga erishib ma'qullangan.